Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Food City bozorida qovun tarvuz narxlarini obzor qilishga keldik. Bu galgi sonimiz siz uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kelgusi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va biz boshladik. Do'stlar, biz Food City bozoriga kirib keldik. Mana kirganimizdan mana shunday manzara bizni kutib oldi. Kamas piyozlar. Mana bu yoqda ham piyoz. Butun O'zbekiston piyozi xuddi shu yerga kelganda. Aka, piyozlar qanchadan bo'ladi? Assalomu alaykum. Bo'lib o'tiravering, narxni aytsangiz bo'ladi. 1700 dan, 1700 so'mdan o'tdi. Gap yo'q. Mana piyozlar. Oxirigacha piyoz. Bunchalik ko'p piyozni umrimda ko'rmagandim. Boshgacha piyoz ekan xullas. Bu yer piyoz bozor ekan. Do'stlar, endilikda biz qovun tarvuz bozoriga boramiz. O'zi asl planimiz ham xuddi shunaqa edi. Lekin darvozadan kirgandan 500 metrlar yo 500 metr desam lof bo'ladi. Bir 200 metr uzoqlikda cho'zilgan piyozlar uyumi e'tiborim tortdi va uni narxini bilib sizlarga ham yetkazgim keldi. Bizni kuzatishda davom eting, oxiri juda ham qiziq bo'lar nasib bo'lsa. Mana qovun tarvuzga borishimizdan oldin mana bunday mevalarni ko'rib qoldim va ularni hozir narxini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bormang aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Shaftoli ekan, ha? Qanchadan bo'ldi mana bu julli shaftolilar? Mana ular 8000 so'mdan beryapti. 8000 so'mdan, ha? Olmachalarchi, olmalarni ham kattasidan ekan, ha? 8000 so'mdan. 8000 10 dan. Noklarchi? Noklar mana 22000 so'mdan, bular 15000 so'mdan. Bular 22 dan, bular 15 dan. Yaxshi. Bu oq shaftolilarchi? Oq shaftolilar 10000 so'mdan. 10000 so'mdan? Ha, ko'proq olsa kerak, 9000 beryapmiz. Eng nima desam, 500 sortlar shu yerda ekan, ha? Toza, umuman. Bu tutun originallari shu. Ha, eng original shu yerda. Mana ko'rsangizlar bo'ladi, hammasi asl mahsulot. Katta ekan, atborni katta ekan. Bular qancha aka? Bular 9000 so'mdan. 9000 so'mdan. Zo'r aka. Zo'r, gap yo'q. Omadingiz bersin. Raqamingizni aytaversangiz, klientlar telefon qiladi. 91lik 129 48 90. 91lik 129 129 48 90. Shu raqamga telefon qilsangizlar, akamiz ko'taradilar. Bemalol o'zlariga kerak bo'lgan mevani narxini bilib sotib olsangizlar bo'ladi. Quvoshidan yerimiz va o'sha yerda har kunimizga faqat quvonlik, mana shu mahsulot hammasi quvonlik. Hammasi quvoniki, vodiyniki, ha? Hamma mahsulot vodiyniki ekan. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin o'sha raqamlarga. Do'stlar, Food City'ning ichida mana shunday bank ham bor ekan. Mana bu taraf meva-cheva bozor ekan. Endi onda-sonda har joyda tarvuz qovuni ham bor. Meva-cheva bozorga kirmadim. Biz asosan tarvuz qovun bozorini obzor qilishga kelganmiz. Endi o'sha yerga yo'l olyapmiz. Mana bu yerda sotiladigan mashinalar ham bor ekan. Xuddi mana bu yoqda ham kirish darvozalari bor. Mana qovun tarvuz bozori boshlandi. Xullas, kirib keldik. Tarvuz qovunlar bu hali boshlanishi. Bu ham boya ko'rsatganimdek 200 metr emas, piyoz bozoriga o'xshab. Bu 500 metrdan kam emas buni har tarafi. Mana tarvuzlar. Tarvuzlar qanchadan bo'ldi aka? 2000 so'm kilosi. 2000 dan ekan. Optimgachi? Optimga 1 tonna 2 tonna bo'lsa 18 qilib beramiz. Ha, 1 tonna 2 tonna olinsa 18 qilib berar ekanlar. Yaxshi. Bu yerda o'zingiz xohlagan narxda bemalol topishingiz mumkin, chunki eng yuqorisi menimcha 2000 so'm. Arzonroq joydan topsangizlar 1500 so'mgacha topishingizlar mumkin. Faqat aylanib ko'rishlaringiz kerak. Bor, hammasi ham bor.
Assalomu alaykum, o'rmanglar. Tarvuzlar qanchadan bo'libdi? Har 1800 so'm chiqadi. 1800 dan, ha? Hozir 1800 dan sotdingizlarmi? 1800 so'm bo'lyapti tarvuz. Ha, 1800 bo'lyapti. Ko'proq olsa kelishtirib berasizlar. Shuni bo'lish mumkin. Ha, mana charchamanglar. Mana qavulda. Qovullar qanchadan bo'lar aka? Chillaklar? 5000 so'm kiloga. 5000 dan kiloga, ha? Aha, bular. Birimiz 6000 so'm kiloga bo'lyapti. Qaysi, bumi? Ha, bular. Hindiston malikasimi bu? Hindiston malikasi aka. Ha, 6000 so'mdan. Bu chillaklar 5000 so'm. Chillaklar 5000 so'm. Ko'proq olsa kelishtirib berasizmi? Qanchadan qilib berasiz? Qanchadan qilib? Narxi o'zi 5 aka. 5 bo'lishi. Qancha bo'ladi bu? 5,5 qilib beradi. 5,5 bo'ladi? 5 ham bo'ladi, ha? 5 ham endi kelishtiramiz. Ha, 5 ham bering keldi. Charchamang aka. Sog' bo'ling. Mana xullas narxlar bir-birini takrorlaydi. 1000 so'm, 5 so'm farq qilishi mumkin, lekin asosan o'shanaqa narx. Hozir bu qovun tarvuz bozorida eniga uzunligi 150 metrcha bor. 150 metrcha bor. Bunaqasi 500 metrdan kam emas. Assalomu alaykum, o'rmang. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasizmi? Qovunlar qanchadan bo'ldi aka? Ko'kchalar kilosi 5000 ga. Ko'proq olsa-chi aka? Ko'proq kelishtiramiz. Kelishtirasiz, ha? 5000 dan ekan. Har biri kichkinasi 5 kilo bor shekilli, ha buni? Kichkinasi 3,5 kilo. Kichkinasi 3,5 kilo, ha? Ana ko'kcha qovunlar. Ko'k turna degan qovun. Bu chillaklar qancha ekan? Chillaklar 6000 aka. 6000 dan, ha, bo'lishi. Ko'proq olsa kelishtirasizmi? 5 dan berasizmi? 5,5 dan berasiz, ha? Qayerdiki bu? Namanganniki. Bu ham Namanganniki, ha? Ha, Namangan qovunlari. Xullas shunaqa narx. Assalomu alaykum, o'rmanglar. Charchamasizlarmi? Obunotlar qanchadan bo'libdi? Chiqishi 5000. Chiqishi 5000 ga kiloga. Ha, ko'proq olsa kelishtirasizmi? Biz shuni 5000 ga beryapmiz. Bo'lishi 5000 ga? Ha, bu do'kon narxi 5000. Charchama. Ha, yeriga. Ha, zo'r. Yeri ekan 5 kilo bor shekilli, ha? 5 kilo. 5 kilodan bor har biri. Charchamanglar, sog' bo'ling. Aka bizga ham olib qo'ying do'st. Olib qo'yaman. Assalomu alaykum, o'rmanglar. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shu obzor qilyapmiz aka. Qaysi blogerdansiz? Hali obunachimiz u darajada ko'p emas aka. Narx qanchadan bo'ldi obunotda? Obunotlar 6000 so'm bo'lyapti. 6000 so'mdan bo'ldi, ha? Bo'lish qanchaga ko'proq olayotgan odamga? 5,5 beryapmiz. 5,5, 5 dan qilib berasizlar, ha? Nomeringizni aytib o'ring. 94lik 493 9102 9107. Zokirjon aka. Shu aka telefon qilsangizlar, har doim shu yerdasiz aka? Har doim shu yerdasiz. Bu yo'qlar ham bu kishiniki. Yo, boshqami? Yo'q, shu akamiz bo'ladi. Ha, bu Hindiston malikasi. Qanchadan bo'ldi aka? Kilosi 6000 so'm. Kilosi 6000 dan. Bo'lish qancha? 5000 beramiz. Ko'proq olsangiz, ha? Ana ko'proq oladiganlar bo'lsa 2,5 berasizmi bozorlariga? Bozorlarga ham 2,5 beringlar. Misol Chorsu, boshqa bozorlarga ko'proq oladigan bo'lsalar, misol savdogarlar 2 ta 3 ta savdogar qo'shilib olayotgan bo'lsa, bir mashinani, to'g'rimi aka? 2,5 berasizlar, to'g'rimi? Dastlabki xizmatlari ham bor akada. Gap yo'q, charchamanglar aka. Sog' bo'ling. Mana qovun bozor uzunasi ko'rinishi. Xullas, mashinalar ko'pligi sababli ko'rinmaydi. Chunki hamma bozordan savdogarlar kelib, o'zlariga tovar olib ketishyapti bu yerdan. Mana qovunlar. Qovunlarning eng zo'rlari shu yerda, eng zo'rlari. O'rmang tog'a, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ko'kchalar qanchadan bo'ldi? Bular donavay 15000, buchi kilogacha 5000 dan, ha? Ko'proq olsa kelishtirib berasizmi? Qanchadan qilib berasiz? Misol 200 ta oladigan kamida. Yo'q, endi reklama qilyapman aka. Ana aytsangiz, klientga telefon qilasiz sizga. Qancha qilib berasiz? 4,5? Raqamingizni aytavering. 50lik 440 0171, ha?
Har kun ko'kcha olib kelasiz, ha? Mana akamiz ko'kchalar dumaloq yetilib pishgandan ekan. Ko'kchani bilgan biladi. Dumaloq semizdan ekan, shiralikdan-da bu dalolat beradi, semizlik to'g'rimi aka? Mana bu yoqda donavoy sotiladiganlar bor. Orasidan bitta yarimta maydarog'i, qom emasi maydaroq chiqadi. Bular donaga sotiladi, to'g'rimi? Hammasi pishgan. Ha, faqat bu adbornisi ajratib qo'yiladi. Biroz maydaroqlari donaga sotiladi. Kelaverasizlar. Mana. Savdogar akalarimiz bilan gaplashib, kech tushganini ham bilmay qoldik. Juda ham tez kech tushyapti. Chunki quyosh botgandan keyin qorong'i bo'lish juda ham tezlashib qoladi. Mana qovun bozor xuddi mana shunday ko'rinishda. Narx-navolar bo'ladi, yaxshi, yomon emas. Qancha konkurensiya ko'p bo'lsa, polilardan ko'p qovun chiqsa, shuncha narxi arzon bo'laveradi. Chunki bu yerda sotilmasdan turib qolsa qovun yumshab qolishi mumkin yoki buzilishi mumkin. Narx tushishi aniqda. Shuning uchun bozor narxi har doim shunaqa bo'lib o'ynab turadi. Haligacha oxiri ko'rinmayapti. Chillaklar qanchadan bo'ldi aka? Masalan, 5 mingdan, kilosi 5 mingdan. Har bir 4 kilo 5 kilodan keladi. Mana bu yerda biroz boshqacha qovun bor ekan. Assalomu alaykum, hormang. Yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu qovunlar qancha navi? Amiri? Narx qancha? 8 ming? Donasimi, kilosimi? Kilosi, ha? Kilo 8 mingdan ekan. Amir qovun ekan. Mana akam sotyaptilar. Mana bu yoqda uzunchoq tarvuzlar ham bor. Arxan so'raymiz hozir. Aka, bu tarvuzlar qanchadan bo'ldi? 6 mingdan, ha? Kilosi 6 mingdan. Kilosi 6 mingdan ekan. Uzunchoq tarvuz. Savdo avjida, bu yerda oshxonasi ham bor. Kichikroq bo'lsa ham mana qovunlar. Bu qovunlar orqa tarafi polni tarvuz. Ashta 40 ta 50 ta Isuzuda tarvuz turibdi. Sizlarga ko'rsatayotganim atigi bozorda 10% bo'lishi mumkin. Kameraga tushganlar 10%. Qolgan qismi kameraga sig'maydi. Mana orqada ko'katlar ham bor ekan. Mana bozorga hali o'tmagandim, lekin o'zim uchun bilib qo'ydim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Chillaklar qanchadan bo'ldi? Eng kattalardan ekan-ki. Qanchadan? Optim? Ha, qancha narxi? 5,5 dan, ha? Kiloga 5,5 dan ekan, yangi uzilgan ekan. Maydasidan yo'q, ha? Qani? Ha. Mana maydasi degan ham 3 kilodan ziyod ekan, ha? 3 kilolik tikka chiqmasa? Ha, 4 kilo, 5 kilo. Undan maydasi mana. Ha, undan maydasi yo'q-da. Ha, atborni bu yoqda turibdi. Ashta zo'r ekan sizda, eng zo'ri sizda ekanda aka. Dumaloq bo'lib pishgandan katta-kattasidan. Raqamingizni aytib o'ring aka. 99lik 329 03 11. Telefon qilaverasizlar. Yetkazib berasiz aka, ko'proqlik yo'llar. Bozorda kutib olaveramiz. Bozorda shu yerda kutib olasiz, ha? Ha, bo'ldi. Yetkazib berish xizmati yo'q, chunki bu ishda tovarlar juda ham ko'p. Bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Eng chiroylisi mana shu yerda ekan, lekin bozorda hali bunaqa dumalog'ini to'lishib pishganini ko'rgan yo'qdim. Zo'r. Chillak aka bu? Chillakmi? Chillakining eng kattasi ekan. Gap yo'q. Ko'rinib turibdi o'zi eng kattaligi aka. Qayerdiki bu? Sirdaryo. Eng shirin qovun chiqadigan joy o'zi asli Sirdaryo bo'ladi. Mirzacho'l ekan. Gap yo'q. Mana do'stlar, Food City'ga bo'lgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiring, kelgusi safar qaysi bozorni abzor qilaylik. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Sog' bo'linglar.